Homiladorlikda haddan tashqari ko'p shakar iste'mol qilish qanchalik xavfli ekanligini bilasizmi? Bitta konfetdan hech narsa bo'lmaydi deyish oson, ammo tanangiz har safar yana shakarmi, yana insulin deb kurashadi. Shakarning ortig'i homilador ayol organizmini nimalarga olib kelishi mumkin? Eng keng tarqalgani gestatsion diabetdir, ya'ni homiladorlikdagi qandli diabet. Keyingisi homilaning haddan tashqari katta bo'lishi. Bu albatta tug'ruqni og'irlashtiradi. Onadagi ko'p toliqish, bosh og'riqlari, hatto bosh aylanishini ham keltirib chiqarishi mumkin. Bola tug'ilgach esa qon bosimi muammolari hamda ortiqcha vazn ham bezovta qilishni boshlaydi. Siz ichayotgan har bir shirin choy, pechenye, konfetlar, mevali soklar bu chaqalog'ingiz rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi omillardir. Shakar albatta sizga zavq beradi, ammo me'yor hayotni saqlaydi. O'rniga nima yesam bo'ladi desangiz, tabiiy mevalar, dolchinli choy, quritilgan mevalar hamda yengil tabiiy shirinliklar iste'mol qiling. Siz nafaqat homiladorsiz, balki 2 kishi hayoti uchun mas'ulsiz. Shakar emas, salomatlikni tanlang.